Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Yana bir aziz va go'zal tong muborak bo'lsin. Ushbu murodbaxsh tong nafasdan bahra olayotgan barchangizga boshlanayotgan kun va bugungi ezgu ishlaringizga xayr va baraka tilaymiz. Yaxshi insonlarni beg'ubor tong natijasi bilan siylagan Allohimga ming bor shukrona aytamiz. Rizqingiz keng, har bir bosgan qadamingiz tavfiq, tavbalaringiz qabul bo'lsin. Duolaringiz ijobat bo'lsin, yaqinlaringiz ichra aziz bo'lib yurishingizga tilakdoshmiz. Murodbaxsh seshanba tongi xayrli bo'lsin deymizda, Kamina Muhammadjon tabriknoma loyihasi xonadoningiz mehmoni yaqin daqiqalarcha sizlar bilan go'zal suhbatlarni amalga oshiramiz. 1-aprel sanasi haftaning seshanba kuni 2025-yil. Ushbu kunda kim tavallud dayyomlarini xursandchilik bilan nishonlayotgan bo'lsa, xususan o'zim nomidan qolaversa loyihamiz nomidan chin yurakdan muborakbod etamiz. Bizga kelib tushgan murojaatlarga ko'ra Tojikiston ona yurtimiz Somg'or diyorimizning Gulobod qishlog'ida yashab istiqomat qiluvchi Abdunabi amakimiz, otamiz bugun 65 yoshni 65 bahorini qarshi olmoqdalar. Eng avvalo o'zim nomidan, barcha yaqinlar nomidan, loyihamiz nomidan chin yurakdan tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deymiz. Hamisha yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Farzandlar, yaqinlar baxtiga sog' va salomat bo'ling. 65 bahorni qarshi olmoqda siz 70 yoshdan yetaklashib, 80 yoshdan sakrab, 90 yosh bilan to'qnashib, 100 yoshlarga kirib yuring. Alloh bergan umrni go'zal, fayzli, barokatli, mazmunli yashash nasib ro'z aylasin deymiz. Tavallud ayyomlarini, xursandchiliklarini go'zal o'tkazish nasib ro'z aylasin deymiz. Xususan farzandlaringiz, jigarlaringiz, jondan aziz suygan beg'uborlaringiz, o'g'illaringiz Abdumajid, Jahongir akalarimiz nomlaridan, qizlaringiz Shahnozaxon, Gulnozaxon nomlaridan, kelinlaringiz Sulxumor, Gulminoz nomlaridan qolaversa, aka, uka, opa, singillar nomidan chiroyli tilaklarni, tabriklarini, ezgu niyatlarini yetkazar ekanmiz. Ular sizlarni jondan ortiq yaxshi ko'rar ekan. Mana shunday mehr oqibat hech qachon yo'qolmasin deymiz. Farzandlar baxtiga, yaqinlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling deymiz. Chiroyli she'riy satrlarimizni farzandlar nomidan qabul qilgaysiz. 1-aprel biz sevgan sana. Ko'z ochib yungumcha kelmoqda yana. Otam qarshi olib 65 yoshni yuzda tabassumla kutmoqda mana. Otajon tavallud muborak bo'lsin. Yuzingiz doimo quvonchga to'lsin. Farzandlar, nabiralar rohatini ko'rib, evralar sizlar quvonashib yursin. Chin dildan tilayman quvonchli shodlik, metinday iroda, quvvati, sog'lik. Baxtimizga doim bor bo'ling otam, aslo tark etmasin kayfiyat, chog'lik. Sizdayin otam bor, baxtliman har on. Qalbingiz daryoyi, mehringiz osmon. Tabrigimni qabul aylangiz bu kun, tavallud muborak otajonginam. Chiroyli she'riy satrlarga biz ham qo'shilamiz. Tavallud dayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Otam desam zabonlarim ketgay jo'shib. O'z rizqini bizlar uchun bergay qo'shib. To'ylar qilib yelkasidan tog'lar tushib, otam bordir mening aziz shunday ulug'. Otajonim 65 yoshingiz bo'lsin qulluq. Tavallud dayyomdan muborak bo'lsin deymiz. Yaqin daqiqalar ichida Kamina Muhammadjon tabriknoma loyihasi xonadoningiz mehmoni bo'ldi. Tug'ilgan kunlarni, tavallud dayyomlarini chiroyli o'tkazish nasibi ro'z aylasin. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishik nasibi ro'z aylasin deymiz. Sog' va salomat bo'ling.